Agar siz pensiyani bank kartasiga olsangiz yoki uyingizda ota-onangiz, buyingiz, bobongiz pensiyasini kartaga olsa, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki bitta oddiy xato sabab pensiya pulini vaqtida ola olmay qolish. Kartadan pul yechishda ortiqcha xarajat qilish, firibgarlarga aldanish yoki hujjatlar bilan bog'liq muammoga duch kelish mumkin. Men bugun pensiyani kartaga oladigan, har bir inson bilishi shart bo'lgan eng muhim jihatlarni sodda tilda tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men faqat umumiy gaplarni emas. Amalda odamlar eng ko'p adashadigan holatlarni bank kartasi, PIN kod, SMS xabarnoma, ishonchnoma, karta muddati, bankomat, komissiya, firibgarlik va pensiya kechikishi kabi masalalarni birma-bir aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot nafaqat sizga, balki yaqinlaringizga ham kerak bo'lishi mumkin. Avvallari ko'pchilik pensiyasini naqd pul shaklida olardi. Ya'ni pensioner pulni pochta orqali, mahalla yoki belgilangan joy orqali, ayrim hollarda uyiga olib kelib berish orqali olgan. Bu usulda odamning qo'lida darrov naqd pul bo'lardi, lekin muammolari ham ko'p edi. Masalan, pul keladigan kunni kutish kerak. Uyda bo'lish kerak. Ba'zan navbat bo'ladi. Ba'zan yetkazib berish kechikadi. Ba'zan pensionerning o'zi kasal bo'lsa yoki boshqa joyda bo'lsa, pulni olish qiyinlashadi. Hozir esa ko'p hollarda pensiya bank kartasiga tushadi. Bu qulay. Pul kartaga tushishi bilan uni bankomatdan yechish, do'konda karta orqali to'lash, kommunal to'lovlarni amalga oshirish, dorixonada to'lash yoki farzandlar yordamida mobil ilova orqali ishlatish mumkin. Lekin qulaylik bilan birga mas'uliyat ham oshadi. Chunki karta bu oddiy plastik bo'lak emas. Kartaga sizning pensiya pulingiz bog'langan. Kartaning raqami, amal qilish muddati, SMS kodlar, PIN kod, bank ilovasi va telefon raqami xavfsizlik jihatidan juda muhim. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odamlar pensiya kartasini oddiy naqd puldek tasavvur qiladi. Kartam o'g'limda turibdi. PIN kodini qo'shnim biladi. SMS kelgan kodni aytsam nima bo'ladi? Bank xodimi deb qo'ng'iroq qildi, ma'lumotlarimni aytdim degan holatlar uchraydi. Mana shunday beparvoliklar oqibatida odam o'z pensiya pulidan ayrilishi, keyin bankka, ichki ishlar organlariga, pensiya bo'limiga qatnab yurishi mumkin. Shuning uchun men bu masalani juda jiddiy qabul qilish kerak deb hisoblayman. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa pensiya kartaga tushgani bilan bu pulni olish tartibi. Karta ishlashi va bank bilan bog'liq masalalar alohida nazorat talab qiladi. Pensiya tayinlanishi, hisoblanishi va to'lanish pensiya tizimi orqali yuradi. Karta esa bank mahsuloti hisoblanadi. Agar pensiya hisoblangan bo'lsa-yu, kartaga tushmagan bo'lsa, muammo qayerda ekanini aniqlash kerak. Pensiya organidami, bank tizimidami, karta faol emasmi, karta muddati tugaganmi, hisob raqami noto'g'ri bog'langanmi yoki texnik kechikish bormi? Masalan, pensioner har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Odatda pul oyning 10 sanasida tushadi. Bu oy 10 sana o'tdi, 15 sana o'tdi, pul ko'rinmadi. Bunday holatda darrov pensiyamni to'xtatishdi deb vahima qilish shart emas. Avvalo bank ilovasida yoki bankomatda balansni tekshirish kerak. Keyin bankka qo'ng'iroq qilib karta faolmi, hisobga pul kelganmi, texnik cheklov yo'qmi bilish kerak. Agar bank bizga tushum kelmagan desa, keyingi qadam pensiya bo'limi yoki tegishli jamg'arma bo'limiga murojaat qilish bo'ladi. Agar bank pul kelgan lekin karta bloklangan desa, demak masala bankda hal qilinadi. Ikkinchi muhim narsa, karta muddati tugashini kuzatish kerak. Har bir kartaning old tomonida yoki bank ilovasida amal qilish muddati ko'rsatiladi. Masalan, kartada 0525 deb yozilgan bo'lsa, odatda bu karta 2025 yil may oyi oxirigacha amal qiladi. Shu muddat o'tgandan keyin karta orqali bankomatdan pul yechish, do'konda to'lash yoki ayrim operatsiyalarni bajarish imkonsiz bo'lishi mumkin. Pensioner esa pensiyam tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pul hisobda bo'lishi mumkin, faqat karta muddati tugagan bo'ladi. Shuning uchun men har bir pensionerga yoki uning farzandlariga maslahat beraman. Karta muddatini oldindan tekshirib qo'ying. Muddati tugashiga 52 oy qolganda bankka borib, kartani yangilash tartibini so'rang. Uchinchi masala, PIN kod va SMS kodini hech kimga aytmaslik. Bu eng asosiy qoida. Men buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Agar siz uyda 2 million so'm naqd pulni stol ustiga qo'yib, eshikni ochiq qoldirsangiz, bu xavfli. Xuddi shunday, kartaning PIN kodini, telefoningizga kelgan tasdiqlash kodini, bank ilovasi, parolini boshqalarga aytsangiz, bu ham xavfli. Bank xodimi ham.
Pensiya bo'limi xodimi ham sizdan SMS kod so'ramasligi kerak. Agar kimdir qo'ng'iroq qilib kartangiz blok bo'ladi, hozir kelgan kodni ayting desa, bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Hayotiy misol. Bir otaxon 20.500.000 so'm pensiya oladi. U kishiga bankdanman kartangizga pensiya tushishi uchun tasdiqlash kerak deb qo'ng'iroq qilishadi. Telefoniga SMS kod keladi. Otaxon kodni aytadi. Bir necha daqiqadan keyin kartadagi pul boshqa hisobga o'tib ketadi. Keyin otaxon bankka boradi. Bank esa operatsiya SMS kod orqali tasdiqlanganini aytadi. Albatta, ariza berish, tekshiruv bo'lishi mumkin. Lekin pulni qaytarish har doim ham tez va oson bo'lmaydi. Shu sababli eng yaxshi himoya kodni umuman aytmaslik. 4-masala pensiya kartasini boshqa odamga berib qo'yish. Ko'p oilalarda pensionerning kartasi farzandida, kelinda yoki nabirasida turadi. Ba'zan bunga zarurat bo'ladi. Pensioner yura olmaydi, bankomatga borishi qiyin, telefon ishlatmaydi. Lekin bu holatda ham tartib bo'lish kerak. Agar yaqin insoningiz haqiqatan yordam berayotgan bo'lsa, har bir yechilgan pulni yozib boring. Masalan, pensiya 1.800.000 so'm tushdi. Shundan 500.000 so'm dori uchun, 300.000 so'm oziq-ovqat uchun, 200.000 so'm kommunal to'lov uchun ketdi. Qolgan pul qancha, kimda turibdi? Buni pensioner bilishi kerak. Chunki karta egasi pensionerning o'zi, pul ham uning mulki. 5-masala, bankomatdan pul yechishda komissiya va limitlarga e'tibor qilish kerak. Ba'zi bankomatlarda o'z bankingiz kartasidan pul yechish bepul yoki arzon bo'lishi mumkin. Boshqa bankomatida esa komissiya olinishi mumkin. Masalan, pensioner 1 million so'm yechmoqchi. Agar komissiya 1% bo'lsa, 10.000 so'm ushlab qolinadi. Bir qarashda 10.000 so'm katta pul emasdek ko'rinadi, lekin har oy takrorlansa, yilga 20.000 so'm bo'ladi. Agar odam o'yiga bir necha marta pul yechsa, xarajat yanada oshadi. Shuning uchun men har doim o'z bankingiz bankomatidan foydalanishni, komissiya miqdorini oldindan bilishni maslahat beraman. 6-masala. Hamma pulni birdan yechib olish har doim ham to'g'ri emas. Ba'zi pensionerlar pensiya tushgan kuni hammasini naqd qilib olishadi. Buning sababi tushunarli. Kartada tursa yo'qolib qolmasmikan, bankomat ishlamay qolmasmikan, bolalar ishlatib yubormasmikan degan xavotirlar bo'ladi. Lekin hamma pulni naqd qilib uyda saqlash ham xavfli. Uyda katta miqdorda naqd pul saqlansa, yo'qotish, o'g'irlik yoki noto'g'ri sarflash xavfi bor. Menimcha, eng to'g'ri yo'l zarur qismi naqd olinadi, qolgan qismi kartada turadi. Masalan, 2 million so'm pensiya tushsa, 700.000 so'mlik kundalik xarajat uchun yechib, qolganini karta orqali dorixona, do'kon va to'lovlarga ishlatish mumkin. Kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak? Birinchi navbatda yoshi katta, telefon va bank ilovalaridan yaxshi foydalanmaydigan pensionerlar. Ikkinchidan yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Uchinchidan kartasini boshqa odamga berib qo'yganlar. To'rtinchidan eshitishi yoki ko'rish past bo'lgan, bankomatdagi yozuvlarni o'qishda qiynaladigan insonlar. Bunday odamlar uchun yaqinlari yordam berishi kerak. Lekin yordam shaffof bo'lishi shart. Kimlar kamroq xavotir qilishi mumkin? Agar pensioner kartasini o'zi nazorat qilsa, PIN kodini hech kimga aytmasa, bank SMS xabarnomalarini kuzatsa, karta muddatini bilsa, bankomatdan ehtiyotkorlik bilan foydalansa, firibgar qo'ng'iroqlarga javob bermasa, unda xavf ancha kamayadi. Lekin baribir men hammasini bilaman deb beparvo bo'lish mumkin emas. Firibgarlar aynan ishonuvchan va shoshilgan odamni izlaydi. Birinchi nozik masala ishonchnoma. Agar pensioner o'zi bankka bora olmasa yoki pensiya bilan bog'liq ishlarni boshqa odam bajarishi kerak bo'lsa, og'zaki kelishuv yetarli bo'lmasligi mumkin. Ayrim holatlarda notarial ishonchnoma kerak bo'ladi. Masalan, pensioner uzoq muddat kasalxonada bo'lsa, boshqa viloyatda bo'lsa yoki hujjat imzolashga o'zi bora olmasa, yaqin qarindoshining hamma ishni qonuniy bajarishi uchun ishonchnoma rasmiylashtiriladi. Bu hujjatda kimga, qaysi ishlarni bajarishga, qancha muddatga vakolat berilgani aniq yoziladi. O'g'lim-ku, o'zi o'laveradi degan gap ba'zi vaziyatlarda muammo tug'diradi. Chunki bank yoki tashkilot qonuniy asos so'rashi mumkin. Ikkinchi nozik masala, pensioner vafot etgandan keyin kartadan pul yechish. Bu juda jiddiy masala. Ba'zi oilalarda odam vafot etgandan keyin ham kartasidagi pulni yechib olishadi. Bu baribir oilamizning puli edi deb o'ylashadi. Lekin bu yerda qonuniy tartib bor. Vafotdan keyingi to'lovlar ortiqcha tushgan pensiya. Meros masalasi alohida tartibda.
hal qilinadi. Agar vafotdan keyin noto'g'ri yechimlar qilinsa, keyinchalik pulni qaytarish, hujjat topshirish yoki javobgarlik masalasi paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday holatda eng to'g'ri yo'l avvalo tegishli organlarga xabar berish, keyin bank va meros tartibi bo'yicha rasmiy maslahat olish. Uchinchi nozik masala, karta yo'qolsa nima qilish kerak? Agar karta yo'qolsa, balki uyda qolgandir deb bir necha kun kutib yurish xavfli. Ayniqsa pin kod karta bilan birga yozib qo'yilgan bo'lsa, xavf 2 barobar oshadi. Karta yo'qolganini sezgan zahoti bankning rasmiy aloqa raqamiga qo'ng'iroq qilib, kartani bloklatish kerak. Keyin bank filialiga borib, yangi karta chiqarish bo'yicha ariza beriladi. Agar kartada pensiya puli bo'lsa, odatda pul hisobda qoladi. Yangi karta o'sha hisobga bog'lanishi mumkin. Eng muhimi, vaqtni cho'zmaslik. 4-chi nozik masala telefon raqami. Ko'p pensionerlarning kartasi bir telefon raqamiga ulangan bo'ladi. SMS xabarnoma, bank ilovasi, tasdiqlash kodlari shu raqamga keladi. Agar raqam yo'qolsa, sim karta ishlamay qolsa, raqam boshqa odam nomida bo'lsa yoki telefonni boshqa odam ishlasa xavf paydo bo'ladi. Masalan, pensioner kartasi o'zida, lekin SMS kodlar nabirasining telefoniga keladi. Bu nazoratni qiyinlashtiradi. Yaxshisi karta pensionerning o'zi foydalanadigan yoki ishonchli tarzda nazorat qilinadigan raqamga ulangan bo'lsin. Raqam almashtirilsa, bankka borib yangilash kerak. 5-chi nozik masala bank ilovasi. Bank ilovasi qulay, lekin hamma ham undan to'g'ri foydalanmaydi. Ilovani faqat rasmiy manbadan yuklab olish kerak. Kimdir Telegram orqali. Mana bank ilovasi. O'rnating deb fayl yuborsa, bunday narsani o'rnatmaslik kerak. Telefoningizga begona ilova o'rnatilsa, kartangiz ma'lumotlari xavf ostida qolishi mumkin. Agar pensioner telefon ishlatmasa, farzandi yordam berishi mumkin. Lekin parollar va kirish huquqlari tartibli bo'lishi kerak. Har bir operatsiya pensionerga tushuntirilishi kerak. 6-chi nozik masala pensiya tushganini tekshirish. Ba'zi odamlar faqat bankomatga borib biladi. Bankomat ishlamasa, pul tushmabdi deb qaytadi. Aslida bankomatda naqd pul tugagan bo'lishi, aloqa uzilgan bo'lishi yoki qurilma vaqtincha ishlamayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir nechta tekshirish yo'li bo'lsin. SMS xabarnoma bank ilovasi, bank kol markazi, bank filiali yoki boshqa bankomat. Agar bankomat operatsiya bajarilmadi desa, bu har doim pensiya yo'q degani emas. 7-chi nozik masala. Plastik kartadan to'lov qilganda chekni tekshirish. Do'kon yoki dorixonada karta bilan to'laganda summa to'g'ri kiritilganini ko'ring. Masalan, dori narxi setdan 5000 so'm bo'lsa, terminalda 7000 so'm kiritilmaganiga ishonch hosil qiling. Bu xato ataylab bo'lmasligi ham mumkin. Oddiy insoniy xato bo'lishi mumkin. Lekin pensioner ko'rmay imzo qo'ysa yoki parol kiritsa, keyin qaytarish bilan ovora bo'ladi. SMS kelganda ham darhol summani tekshirish kerak. 8-chi nozik masala qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim hollarda kartaga pul tushgandan keyin ma'lum qarzdorlik, ijro hujjatlari yoki boshqa majburiy to'lovlar bilan bog'liq cheklovlar bo'lishi mumkin. Bu masala juda ehtiyotkorlik bilan o'rganiladi. Chunki pensiya ijtimoiy to'lov hisoblanadi va undirilishi mumkin bo'lgan hamda mumkin bo'lmagan holatlar qonunchilikda belgilangan. Agar kartadan pul o'z-o'zidan yechilgandek ko'rinsa, darhol bankdan operatsiya tarixi va asosini so'rash kerak. Agar tushunarsiz ushlab qolish bo'lsa, tegishli organlarga yozma murojaat qilish kerak. 9-chi nozik masala pensiyaning yashash joyi o'zgarsa. Boshqa tuman yoki viloyatga ko'chgan odam pensiya bilan bog'liq ma'lumotlarni yangilash kerak bo'lishi mumkin. Bank kartasi ishlashda davom etishi mumkin. Lekin pensiya ishi yashash manzili. Aloqa raqami kabi ma'lumotlar eskirib qolsa, keyinchalik tekshiruv, xat xabar yoki qayta rasmiylashtirishda muammo chiqadi. Shuning uchun manzil o'zgarsa tegishli tashkilotlarga xabar berish kerak. Endi aniq qadamlarni aytaman. Agar siz pensiyani kartaga olayotgan bo'lsangiz, birinchi navbatda kartangiz qaysi bankka tegishli ekanini, kartaning amal qilish muddatini, unga ulangan telefon raqamini va bankning rasmiy aloqa raqamini yozib qo'ying. Bu ma'lumotlarni ko'chadagi odamga bermaysiz, lekin o'zingiz bilishingiz kerak. Bankning rasmiy raqamini internetdagi tasodifiy reklamalardan emas, bank filialidan, bankning rasmiy saytidan yoki kartaning orqa tomonidagi raqamdan tekshiring. Ikkinchi qadam, karta bilan bog'liq barcha kodlarni himoya qiling. Pin kodni karta ustiga yozmang. Qog'ozga yozib hamyon ichiga solmang. Telefonda karta paroli deb saqlamang. Agar eslab qolish qiyin bo'lsa,
yaqin va ishonchli odam bilan xavfsiz usulni kelishib oling. Lekin imkon qadar kodni hech kim bilmasin. SMS orqali kelgan tasdiqlash kodini esa umuman hech kimga aytmang. Men buni qat'iy qoida sifatida aytaman. Kim kod so'rasa suhbatni to'xtating. 3-qadam, har oy pensiya tushganda summani tekshiring. Sizga qancha pensiya tushishi kerakligini biling. Masalan, odatda 1 million 600 ming so'm tushsa, bu oy 1 million 300 ming so'm tushsa, sababini aniqlang. Balki oldingi oyda ortiqcha to'lov bo'lgan, balki ushlab qolish bor. Balki hisob-kitob o'zgargan. Buni taxmin bilan qoldirmang. Bankdan karta operatsiyalari tarixini oling, pensiya bo'limidan hisob-kitobni so'rang. 4-qadam, karta muddat tugashidan oldin bankka boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya kartasi va telefon raqamingizni olib boring. Bank xodimidan kartani yangilash tartibini, yangi kartada qachon tayyor bo'lishini, eski kartadagi pul nima bo'lishini, pensiya kelishi uzilib qolmasligi uchun nima qilish kerakligini so'rang. Savollarni uyalmay bering. Bu sizning pulingiz va sizning huquqingiz. 5-qadam, agar karta yo'qolsa yoki shubhali SMS kelsa, darhol bankka murojaat qiling. Ertaga boraman. Hozir bandman. Balki hech narsa bo'lmas deb kutmang. Karta bloklatish ko'pincha bir necha daqiqalik ish, lekin kechiksangiz kartadagi pul yechilib ketishi mumkin. Bankka borganingizda ariza yozing, operatsiya tarixini oling. Shubhali pul yechish bo'lsa, alohida da'vo yoki murojaat qoldiring. 6-qadam, agar pensiya o'zi yura olmasa, huquqiy tartibni oldindan hal qiling. Kerak bo'lsa, notariusga murojaat qiling. Ishonchnoma rasmiylashtirish mumkinmi? Qanday hujjatlar kerakligini so'rang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat vakil bo'ladigan odamning ma'lumotlari. Pensionerning roziligi va holatga qarab boshqa hujjatlar talab qilinishi mumkin. Agar pensioner sog'lig'i sabab bo'lolmasa, notarius xizmatining boshqa tartiblari bor yo'qligini aniqlang. Bu ishlarni muammo chiqqandan keyin emas. Oldindan qilish yaxshiroq. 7-qadam. Agar pensiya kelmasa, masalani ketma-ket tekshiring. Avval bank balansini tekshiring. Keyin bankdan hisobga tushum bo'lmaganini so'rang. Keyin pensiya organiga murojaat qiling. Murojaat qilganda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa u, bank kartasi yoki hisob raqam ma'lumotlari, telefon raqam va oldingi oy tushumlari haqidagi ma'lumotlarni olib boring. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Kerak bo'lsa yozma murojaat qiling va murojaat raqamini oling. 8-qadam, xarajatlarni nazorat qiling. Men pensionerlarga oddiy daftar tutishni maslahat beraman. Daftarga oy boshida pensiya tushdi. 1 million 900 ming so'm deb yozing. Keyin naqd yechildi. 500 ming, dori 220 ming, oziq-ovqat 320 ming, kommunal to'lov 1 ming deb yozib boring. Bu usul juda oddiy, lekin oilada tushunmovchilikni kamaytiradi. Ayniqsa kartadan farzand yoki nabira foydalanishga yordam bersa yozib bo'lish hamma uchun foydali. 9-qadam, firibgarlikdan himoyalaning. Bank nomidan qo'ng'iroq qilib, kartangiz bloklanadi, pensiyangiz to'xtaydi. Yangi tizimga o'tkazamiz, kompensatsiya beramiz, kodni ayting, havolaga kiring desa, darhol ehtiyot bo'ling. Hech qanday havolaga kirmang, kod aytmang, karta raqami. Amal qilish muddati va orqa tomondagi maxfiy kodni bermang. Haqiqatan muammo bo'lsa, o'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. 10-qadam, yaqinlaringiz bilan ochiq gaplashing. Agar uyda pensioner bo'lsa, unga siz bilmaysiz deb muomala qilmang. Aksincha tushuntiring. Bu karta sizniki, bu pul sizniki, biz faqat yordam beramiz. Har oy qancha pul tushganini, qancha sarflanganini ko'rsating. Bu nafaqat moliyaviy xavfsizlik, balki hurmat masalasi hamdir. Ko'p nizolar aynan pul qayerga ketganini hech kim aniq bilmagani uchun kelib chiqadi. Yana bir muhim jihatni aytaman. Pensiyani kartaga olish yomon narsa emas. Aksincha, to'g'ri ishlatilsa juda qulay. Pulni kutib o'tirmaysiz, navbat kamayadi, to'lovlarni oson qilasiz, operatsiyalar tarixi qoladi. Lekin karta madaniyatini bilish kerak. Naqd pulni qo'lda qanday ehtiyot qilsak, kartani undan ham ehtiyot qilishimiz kerak. Chunki naqd pulni kimdir olib ketsa, ko'zingiz bilan ko'rasiz. Kartada esa pul telefon orqali, kod orqali, ilova orqali bir necha daqiqada chiqib ketishi mumkin. Demak, pensiyani kartaga oladigan har bir inson 3 narsani yodda tutishi kerak. Kartaning texnik holatini nazorat qilish, kod va ma'lumotlarni hech kimga bermaslik, pul tushumi va xarajatlarni muntazam tekshirish. Karta muddati tugaganmi, telefon raqami to'g'rimi, bank SMS'lari kelyaptimi, shubhali
operatsiya yo'qmi? Bularning hammasi e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Ko'p muammolar katta qonuniy murakkablikdan emas, oddiy beparvolikdan chiqadi. Pin kodni aytib qo'yish. Kartani boshqa odamga berib yuborish. Karta muddatini tekshirmaslik. Bankomatdagi summaga qaramaslik. Firibgarga ishonish, pensiya tushmaganda qayerga murojaat qilishni bilmaslik katta yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Siz pensiyani kartaga olasizmi yoki yaqinlaringiz oladimi? Izohlarda yozib qoldiring. Sizda pensiya kartasi bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Bankomat karta muddati, komissiya yoki firibgar qo'ng'iroqlar bilan duch kelganmisiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiya oladigan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bir kishi bilsa, bitta oilaning puli va asabi saqlanib qolishi mumkin.